19. Uchburchakli og'ma prizma yon qirralari orasidagi masofa mos ravishda 18,5, 6,5 va 15. Prizma yon sirti 240 cm² bo'lsa, prizma hajmini toping. Uchburchakli og'ma prizma. Uchburchakli og'ma prizma. Misol uchun mana uchburchak bo'lsa, endi xuddi shuni ham yana bitta olsak. Bu bilan buni tutashtirsak, bu bilan buni tutashtirsak, bu bilan buni tutashtirsak. Mana. Uchburchakli og'ma prizmaning yon qirralari orasidagi masofa. Uchburchakli og'ma prizma yon qirralari orasidagi masofalar mos ravishda 18,5, ya'ni yon qirralar orasidagi masofa. Misol yon qirralar deganda bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa berilyapti. Mana h. Bu yerdan bu yergacha. Mana bu uchdan bu uchgacha bo'lgan masofa. Keling, yon qirralarni alohida chizib chiqaylik. Birinchi yon qirrasi, ya'ni bu og'ma bo'lgani uchun 90 gradus bo'lmaydi. Mana bunday bo'lyapti. Ya'ni nima shaklda? Trapetsiya shaklida, parallelogram shaklda. Hammasi uchun mana bu L bo'lsin, bu L bo'lsin, bu L bo'lsin. Mana bu A, B, S bo'lsin. Demak, birinchi AL chizsak. Ya'ni bu A tomon, bu L tomon. Demak, mana shu AL tomonda balandligi berilgan, ya'ni yon qirra orasida bo'lgan masofalar. Birinchisi uchun mana bu balandlik nechiga teng? 18,5 ga teng. 18,5 bo'lsin. Mana. Ikkinchisi uchun esa sal mana bundayroq ekan. Sal endi bunisi boshqacha bo'ladi, yon qirrasi. Demak, lekin uzunlik ikkalasi ham L bo'ladi. Mana bu L bo'lsa, mana bu B tomon. Buni esa balandligi, ya'ni bu kattaroq bo'lgani uchun buni 15 deylik. 15. Va S tomonni mana yon qirra S tomon uchun. Mana S qirra uchun bu ham L, mana bu S bo'ladi. Mana bu balandligimiz esa 6,5 ga teng. 18,5, 6,5, 15. Mana buni o'zi naborot almashtirib qo'yaylik. Unchani o'qimayapti bu, to'g'risi. Mana buni 6,5 deylik. Mana buni 18,5 deylik. Shunda yarashadi. Mana bu 6,5 bo'lsa, bu 15 deylik mana buni. Ko'rdingizmi? Masalani tenglaman yoki xohlagan bitta misolda yoki geometriyada misolda birinchi o'rinda tushunib olish shart. Xo'sh, demak, prizma yon sirti yuzi S yon. S yon degani nimani tushunamiz? S yon deganda mana shularda, mana yoqlar yozib chiqdik-ku. Mana shu yoqlarda yuzasining yig'indisi. Xo'sh. Demak, bu 15, bu L. Bu yuzani topish uchun 15 ni L ga ko'paytiramiz. Chunki bu balandlik bo'lyapti 15. Qo'shuv. Bu yuzani topish uchun 18,5 ni L ga ko'paytiramiz. Qo'shuv. Bu yuzani topish uchun 6,5 ni L ga ko'paytiramiz. Demak, o'sha yon sirti yuzi bizda 240 ga teng. 240 ga. Demak, 18,5 ga 6,5 ni qo'shsak 35, 35 ga 35 emas, uzr. Qanaqa 35? Bunga buni qo'shsak, ya'ni 0, 6 ga 8 4, 25, 25 ga 15 qo'shsak 40. 40 ta L teng ekan 240 ga, bundan L teng ekan 6 ga. Demak, L uzunligimiz 6 ga teng, ya'ni mana bu. Uzunlik 6. Xo'sh. Yon qirralargacha bo'lgan masofalar. Buni tushunib oldik. Prizma hajmini toping. Prizma hajmi. Demak, prizma hajmi qanday topiladi? V prizma teng 1/3. Uzr, 1/3 yo'q. Chunki bu to'la sirt hisoblanadi, to'la hajm. Prizma hajmi S asos ko'paytiroq h. H degani kichkina h emas, ya'ni katta h. Prizma uchun balandlik.
nazarda tutilyapti. Xo'sh, demak. Xo'sh, demak bularda tushunib oldik. L chiqdi. Xo'sh, S asos ko'paytiroq H yoki S boyagi perpendikulyar kesim ko'paytiroq L degan formula ham bor edi adashmasam. Mana shu formulani topsak ham bo'ladi. Hozir bizga shu o'rinli. Demak, S prizma nima degan? Misol uchun biz balandlik oldik-ku. Misol uchun balandlik o'tkazdik. Mana. Savol aytgan-ku, prizma yon qirralar orasidagi mos ravishda masofalar, ya'ni bu yerdan bu yergacha bitta masofa bo'lsin. Mana. Ko'rdingizmi? Bu yerdan bu yergacha bitta masofa bo'lsin. Bu yerdan bu yergacha bitta masofa bo'lsin. Mana shu masofalar hammasi 90 gradusda olsak. Va o'sha chiqqan uchburchak mana bunda uchburchak hosil bo'ladi. Mana. O'shani tepadan qaraydigan bo'lsak, uchburchak hosil bo'ladi. Tushundingizmi? Mana misol uchun prizma chizig'ini tepasidan qarasangiz, baribir u qanday ko'rinadi? Uchburchak shaklida. Demak, o'shalarda tomonlari, misol uchun bu yoq 6,5, bu yoq 18,5, bu yoq 15 ekan. Demak, shuni yuzini topish kerak. O'sha SP hisoblanadi, ya'ni. Demak, buni yuzini topishda Geron formulasidan foydalanamiz. Birinchi o'rinda yarim perimetr kerak. Yarim perimetrni topamiz. 18,5 ga 6,5 ni qo'shsak, xullas 40 bo'ladi. 42 bo'lsa 20. Ildiz osti 20 ko'paytiruv, 5 ko'paytiruv, 20 dan 6,5 da ayirsak. 20 dan 6,5 13,5 ko'paytiruv, 20 dan 18,5 da ayirsak 1,5. Mana. Teng. Xo'sh, demak bu 100 bo'ladi 10, ya'ni 10 da 1,5 13,5 1,5 ga bo'lsa 1,5 ko'paytiruv 9. Demak ildiz ostida 1,5 ko'paytirsa 2,25 ko'paytiruv 20 ni 50 ko'paytirsa 100 ko'paytiruv 9 teng. Demak bu ko'paytirma 225 dan 15 chiqadi, 9 dan 3 chiqadi. Demak 45 ekan. Ya'ni asos yuzi 45. Demak hajm topish uchun o'sha 45 ni mana bu chiqqan L, ya'ni 6 ga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. 6 kare 5 30, 3 tilda 6 kare 4 24, 3 tilda bilan 27. Ya'ni javob 270. 19-misolga mana A varianti.